qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Xitay Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 24 may kuni Twitter hisobida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissari Michelle Bachelet'ga Xi Jinpingning inson haqlariga hurmat qilishi va qo'g'dishi nomli kitobining inglizchasini sovg'a qilganligini bildirgan. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi Xitoy Tashqi ishlar bayonotchisiga inkos qaytarib, agar Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissarining kishilik huquqqa ozroq nazokat va hurmat tuyg'usi bo'lsa, irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotgan Xitoy Kompartiyasining inson haqlarini masxar qilgan haqoratlik sovg'asini hargizmo qabul qilmaydi dedi. Atalmış Şinjan içki saqçı to'ridagi misli ko'rilmagan faktlar Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlarining turmaga o'xshaydiganligini isbotlab berdi va Xitoy rahbarlarining keng ko'lamlik nazarband faoliyatiga bevosita yetakchilik qilganligini ko'rsatib berdi. Bu nima uchun muhim? Atalmış Şinjan saqçı arxivi ishonchlik ichki saqçı to'rida keng ko'lamda saqlangan nutuq, rasm, hujjat va elektronlik jadvalni o'z ichiga oladi. Beyjanning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilish uchun elib berayotgan maxfiy harakatining xarakteri va ko'lamiga qarata bo'sish xarakterlik ichki ko'rinish bilan ta'minlaydi. Hujjatlarning qanday ekanligi, xarakteri akademiklar tarafidan tekshirib aniqlab chiqildi. 10 necha axborot vositalarining tekshirish tadqiqot guruhlari sonliq ma'lumotlarning bir qismini dalilladi. Xitoyning ichki hukumat hujjatlari va atalmış Şinjandagi qo'lga olish harakatining xalqaro mutaxassisi Adrian Zinisning atalmış Şinjan saqçı arxivining mazmunini, ularning nima uchun muhimligi, fuqarolar jamiyati va hukumatlarning qanday inkos qaytarishi kerakligi haqidagi tushuntirishlarni bundan keyingi programmalarimizda davomli diqqatingizga sunamiz. Oshkorlangan atalmış Şinjan saqçı hujjatida oshkorlangan rasmlar orasida Sharq Turkiston Sürgündü Hökumətining parlament a'zosi Abdurahmon Hasan apandining ayoli Tunsagul Nurmuhammadmi bor bo'lib, 16 yillik qamoq jazosiga uchragan. Abdurahmon Hasan apandining aytishicha, rasmlarning ichida uning tutqun qilinib qamoq jazosiga uchragan tuqqanlarining rasmi yo'q bo'lib, rasmdagilarning hayot qolganlar bo'lishi mumkin ekan. Fox xabarlarining 24 may kuni e'lon qilingan xabariga qaraganda, hakkerlar qo'lga tushirgan hujjat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining tafsilotini oshkorladi. Dunyodagi hukumatlar Xitoyni aybladi va Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qildi. Xitoy Kompartiyasi jazo lagerlarini inkor qilib, oshqo'llikning oldini olishdagi ixtiyoriy tarbiyalash markazi deb kelayotgan edi. Amerikada turishliq kommunizm qurbonlarining xotira fondi e'lon qilgan Şinjan saqçı hujjatlari jazo lagerlarining hargizmo ixtiyoriy tarbiyalash markazlari emasligini isbotladi. Hujjat hatto atalmış Şinjan Kompartiyasining sobiq bosh sekretari Chun Chonggoning 2017-yili so'zlagan nutqidagi hammamiz majburiyatimizni ado qilsak Şinjan muqimlashadi. Qechishga uringanlarni o'ldir degan buyruqni o'z ichiga oladi. Egallanishicha, qo'lga tushirilgan hujjatlar Xitoy Kompartiyasining sonliq ma'lumot ombiridan ilingan bo'lib, axborot o'rinlari va faoliyatchilarga nomsiz avatilgan. Harvard professori Charles Leiber Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yoshirishdak xatoligini isbotladi. Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss hujjatlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi xo'rlash qilmishining isboti ekanligini aytib, yangi faktlar Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqni majburiy emgakka selish, diniy erkinligiga qattiq chek qo'yish, ota-onalarni bolalaridan ayiritish, tug'ut cheklash va keng ko'lamli qamash qatorliq qilmishlarning favqulodda ko'lamini ko'rsatib berdi. Angliya hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan dahshatli ziyonkashliklarga qarshi sheriklari bilan birga bir safda turib, Xitoyning mas'uliyatini surishti qiladi dedi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Angliyaga qo'shilib, Xitoyning atalmış Şinjandagi harakatini atrofliq tekshirishni talab qildi. Amerika tashqi ishlar ministrligi oshkorlangan hujjatlarga textcha javob qaytarmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet dushanba kuni atalmış Şinjanni ziyorat qilishni boshladi. Xitoy virusi cheklamasini bahona qilib ziyoratga putlikka shang bo'ldi. Bachelet safar jarayonida Xitoy Kompartiyasi tarafidan oldin bekitilgan shaxslarning yepiq halqasi ichida qilishga ma'qul bo'ldi. Amerika tashqi ishlar ministrligi juma kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari komissarining bunday cheklangan harakatga qo'shilmasligi kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Rahim shafqat tilash orqali millatning izzat hurmatini, davlatning mustaqilligini qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Rahim shafqat tilashda qoida yo'q. Türkiye ve Türk milletinin balları bunu esli saklaşı gerek deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögünanlar için köp rahmet. Keler kıtımlık programımız görüşkice Allah'a emanet boğaysılar.